Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 2026-yil 11-iyunda turibmiz. O'zbekiston mol bozorida Asaka tumani O'zbekiston mol bozoridamiz. Mollar serob, narxlar yaxshi, tashavor deganlar uchun mana shu oqni hozir 33,5 oldi. Mana qora oq boshini 34 millionga oldi. Mana ikkovi o'zimizning bog'imizdagi bo'zaylar, shvedlar. 68 ozlik ham bor deyapmiz. Oldi tomonlardan ko'rsatib qo'yaman. Baraka bo'lgan mollar. Mana shu oq 33,5 bo'ldi. Bu 34 bo'ldi. Mana bizni shvedlar. O'zimizning bog'dan. Hali boqib mehnatimizga bir like bosib qo'yasizlarmi aziz vatandoshlar? Podpiska bo'lib qo'yinglar endi mana. Xudo xolasa sizlar uchun mana yangiliklar tashab turamiz. Kimki podpiska bosib qo'ysa, like bosib qo'ysa, Alloh rozi bo'lsin.